Assalomu alaykum pazandalarim. Men sizlarga bugun juda ham mazali bo'lgan chokolad retseptini o'rgataman. Bismillah deb 400 gram chorkadan chiqarilgan saryoni 2 stakan un bilan birgalikda uvoq holatiga keltirib olamiz. 1 stakan muzdek suvga 1 chimdim tuz, 1 choy qoshiqda uksus qo'shib yaxshilab aralashtirib, massamizga qo'shamiz va bitta tuxum chaqib, 2 qoshiqda kakao qo'shib yumshoq xamir qilib olinadi. Xamirlarimizni 6 ta zuvalaga bo'lib 2 soatga xolodilnikka jo'natamiz. Yan xamirlarimizni yupqa qilib yoyib, vilka yordamida teshib, 180 gradusda 10-15 daqiqadan qoshlarimizni pishirib olamiz. Xona haroratida erigan 250 gram sariyog'ga 150 gram sukshoniy moloko va 100 gram vareniy moloko, 2 osh qoshiqda kakaoni aralashtirib, shokoladli mayin bo'lgan kremimizni tayyorlab olamiz. Biroz sovigan qoshlarimiz ustidan kremlarimizni surtib, qosh krem qilib taxlab chiqamiz. Chetlaridan kesib olingan qoshlarimizni maydalab, uvoq holatiga keltirib, qoshlarni Napoleon ustidan sepib chiqiladi. Juda ham tez va oson tayyorlanadigan chokolad napoleonlarimiz tayyor. Albatta shu usulda tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Yoqqan bo'lsa, bibishangizga like bosishni unutmang.